2026 Chevrolet Tracker shahar hayoti va uzoq safarlar uchun mukammal suv bo'lib tanilgan bu avtomobil o'zining zamonaviy dizayni, qulay va funksional ichki makoni bilan haydovchilar e'tiborini tortadi. Tashqi ko'rinishi jozibali silliq chiziqlar va aerodinamik shakllar orqali yaratilgan bo'lib, bu unga yo'lda barqaror harakatlanish imkonini beradi. Salon ichida ergonomik o'rindiqlar, sifatli materiallar va keng joy mavjud bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay sharoit yaratadi. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi. U Bluetooth, Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa sizning smartfoningizni osongina ulash va sevimli kontentni boshqarishni ta'minlaydi. Konditsioner tizimi salondagi haroratni ideal darajada ushlab turadi. Bu esa har qanday ob-havo sharoitida yo'l safarini yoqimli qiladi. Tracker kuchli va samarali dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u past yoqilg'i sarfi bilan ishlaydi va tezkor tezlanish, silliq uzatmalarni ta'minlaydi. Avtomatik uzatma qutisi haydashni juda qulay qiladi. Shuningdek, shahar tirbandliklarida ham stressiz boshqaruvni ta'minlaydi. Shassi va suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yengib o'tishda barqarorlikni saqlaydi. Rul boshqaruvi esa aniq va ishonchli ishlaydi. Bu haydovchiga har doim yo'l holatidan qat'i nazar to'la nazoratni his qilish imkonini beradi. Xavfsizlik tizimlari sohasida 2026 Tracker ko'p funksiyalarni o'z ichiga oladi. U apps, barqarorlik nazorati, old va yon havo yostiqlari bilan ta'minlangan bo'lib, bu yo'l harakati xavfsizligini oshiradi. Orqa parkovka datchiklari va orqa kamera to'xtash vaqtida qo'shimcha ko'mak beradi. Bu tor maydonlarda aniq to'xtashni ta'minlaydi. Mustahkam karosseriya va ilg'or xavfsizlik tizimlari haydovchi va yo'lovchilarni yanada samarali himoya qiladi. Bagaj bo'limi keng bo'lib, uyali buyumlar, sport jihozlari yoki dam olish asboblarini osongina sigdiradi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali yuk joyini yanada kengaytirish mumkin. Bu esa Trackerning amaliyligini oshiradi. Shovqin izolyatsiyasi darajasi ham yuqori bo'lib, salon ichida jimlik va tinchlikni saqlaydi. Bu esa uzoq yo'l safarlarida juda muhimdir. Videoni tomosha qilayotganingizda Trackerning barcha xususiyatlarini e'tibor bilan kuzating, chunki bu sizga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi. Agar sizga video yoqsa, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda sizni avtomobil sharhlari, yangiliklar va batafsil tahlillar kutmoqda. Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qaysi model haqida keyingi videoni ko'rmoqchi ekanligingizni ayting. Rahmat sizga va tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik. 2026 Chevrolet Tracker sizga har doim ishonchli yo'l hamrohi bo'lib xizmat qiladi. Uning texnologik imkoniyatlari va qulayligi sizni hayratda qoldiradi. Obuna bo'ling va yangi videolarni kuzatib boring.